Homilador ayol uchun eng qo'rqinchli tashxis bu rivojlanishdan to'xtagan homiladorlik hisoblanadi. Bu homiladorlikni birinchi trimestrida ko'p uchraydi. Har 5 ta homilador ayoldan bittasida uchrashi mumkin. Agar homilador ayol birdaniga ko'ngli aynishi to'xtab qolsa, qayt qilish to'xtab qolsa, jinsiy yo'llardan qonli ajrimmalari kela boshlasa va katta muddatlarda homilaning qimirlashini sezmay qolsa, zudlik bilan akusher-ginekologga murojaat qilishi zarur. Va ayolga ultratovush tekshiruvidan o'tkazilgandan so'ng homiladorlikni to'xtab qolish tashxisi aniq qilib qo'yiladi. Sabablari birinchisi gen hamda xromosom mutatsiyalar hisoblanadi. Ya'ni bunda organizmda tabiiy tanlanish ketadi. Agar boshidanoq sog'lom embrion rivojlanayotgan bo'lsa, organizm o'zi o'sha homilani to'xtatib qo'yadi rivojlanishdan. Ikkinchisi bachadon endometriy qavatini kasalliklari. Ya'ni o'sha bachadon endometriy qavatida normal homiladorlik rivojlanishi uchun sog'lom muhit bo'lmaydi. Uchinchisi qonni quyuqligi, ya'ni giperkoagulyatsiya deyiladi. AFS sindromida hamda gamma-sistin miqdorini oshganligida bu holat paydo bo'ladi. Agar juftliklar sog'lom zurriyotni dunyoga keltirishmoqchi bo'lsa, albatta birinchi o'rinda o'zlarini har taraflama tekshirib ko'rishlarini tavsiya etaman. Agar ayol kishida giperkoagulyatsiya holatlari bo'layotgan bo'lsa, unda maxsus o'zini davolash kurslarini o'tadilar. Agar shamollashlar bo'ladigan bo'lsa, unda ham davolash kurslarini o'tib, keyin sog'lom farzandni dunyoga kelishga qaror qilishlarini tavsiya etaman.